eng qiyin narsa ham fikrlash, eng qiyin narsa. Dunyodagi eng qiyin narsa. Hatto haligi nima deydi, olimlar hisoblab ko'rganda, traktorda ichida yuradigan, doim silkinib yuradigan traktorchi ham talabadan keyin, kitob o'qiydigan odamdan keyin, fikrlaydigan odamdan keyin ikkinchi o'rinda energiya sarflar ekan. Miyani ham o'zi 25% ovqatda miya oladi deydi-yu, sarflaydi. To'g'ri, shunday. O'zi 1,5-2% tashkil qiladi. 100 kilolik odam bo'lsa, 1,5 kilo, 2 kilo miyasi bo'lsa, 1,5-2% ishlatish kerak. Lekin 25% yeydi deydi. Ozgina fikringizga isbot sifatida biz zakovatda syomkalarda bo'lamiz-ku. Masalan, o'zim o'tirib o'ynasam 1 soatlik o'zi o'yin. Lekin xuddi bir 2 gektar ketmon chopganda uydagilar bilishadi odatimni. O'zim bizning jamoamiz o'yini bo'lsa, zakovatga kelganimdan keyin yotib bir 3-4 soat uxlayman. Bo'lmasam miyam portlab ketadi. Shunaqa.